katta rahmat. Hurmatli va qadrli bo'lgan, qalbi daryo, qalbi cheksiz, qalbi ummon bo'lgan aziz buvajonlar. Hurmatli va qadrli bo'lgan, qalbi iymonga, qo'llari duoga to'la bo'lgan aziz buvajonlar, onajonlar, barchangizni badiiy sahnamizga mamnuniyatlik bilan taklif etamiz. Albatta, mana shu badiiy sahnamizga birozgina qimmatli vaqtlarda emasdan chiqishlarni iltimos qilgan bo'lardik. Va qadrli bo'lgan aziz onajonlar, o'g'lim yo'q yonimda deb o'ksinmang zarracha. Sizni o'g'lingiz Bahodirjon Ashurov bor. Bahodirjonni qarsagilaringlar taklif etsam, marhamat. Xo'p, avvalo joyinglardan qo'zg'atganim uchun ming bor uzr so'rayman onalarimiz. Yana takror xush kelibsizlar deymiz. Inshaalloh zerikib qolmayapsizlar. Bu tadbirimiz aslida kimgadir ibrat. Umringlar uzoq bo'lsin, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot. Sizlarni nima uchun bu yoqqa olib chiqdim? Olib chiqishimdan maqsad bitta. Har biringizlarni ko'zingizlarga qarashlik, har biringizlarni mana shu kulib turgan, g'amdan yig'lab turgan ko'z yoshlaringizlarni ko'zimiz bilan ko'rishlik uchun bekarga ibrat demadim. Ibrat qaysi ma'noda ibrat? Bugungi kunda mana hozir mehr operatsiyasida Suriya davlatidan olib kelgan bolajonlarni ko'rdinglar. Yurtidan nolayotganlarga bu ibrat. Bugungi kuniga noshukrlik qilayotganlarga ibrat aslida. Ovqat yesak yerdik, bo'lmasam yo'q deyapti. Bugun 3 mahal ovqatni yeb turib, yana nolib turganlarga ibrat aslida bu. Mana bu yerda hozir mana sizlar chiqdinglar, bu yerdagi juda ko'p yigitlar, hojiyalarimiz, mana opalarimiz, onalarimiz juda ko'pliklar sizlar payg'ambarimiz alayhisolamning merosxo'risizlar. Qaysi ma'noda merosxo'rsizlar? Farzand dog'i bilan sinalgansizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom tiriklik chog'ida 6 ta farzandini o'z qo'li bilan tobutni ko'taradi. 6 ta farzandini. Hech kim Rasulullohchalik bunaqa og'ir sinovni boshdan o'tkazmagan bo'lsa kerak. 6 ta farzandini tobutni ko'targanlar Rasululloh. Rasulullohni farzandini qabrga qo'yishdagi merosxo'ri sizlar yer yuzidagi. Og'ir meros, juda ham og'ir sinov. Farzandimiz ozgina xasta bo'lib qolsa, ozgina kasal bo'lib qolsa, o'zimizning holatimiz o'zimizga ayon bo'ladi, hammamizga ham. Lekin ana shu paytda ham farzandingiz dunyodan o'tgan bo'lsa ham, o'zingizni qo'lga olib, ularning farzandlarini bu yerda asosan chin yetim bolajonlarimizni tarbiya qilayotgan buvijonlar, xolajonlar bor, ammalarimiz bor, kelinlar bor. Ya'ni farzandini dog'ini ko'tarib, uni har kuni ana shu bolalarini ko'ziga qarab turib, uni haligi alamini, g'amini tortishlik oson emas. Sizlar bugungi zamonda haqiqiy qahramonisizlar. Agarda haykal qo'yish keraklik joiz bo'lsa, men sizlarga qo'ydirgan bo'lardim. Alloh umringlarni uzoq qilsin. Mana shu farzandlaringlarni, bularning farzandlaringlar, biz ham farzandlar. Mana shu nabiralarning baxtiga hech qachon kasal bo'lmaylar. Sizlarni hattoki tomog'im og'ridi deyishga ham haqqinglar yo'q. Bu bolajonlarning ko'zidagi umidi sizlarsizlar. Sizlardan keyin sarson bo'lib qoladi. Sizlardan keyin sarson bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shu bolalar egasiga yetib borguncha umringlarni uzoq qilsin Alloh. Hamisha sog' bo'linglar. Meni bir farzandinglar sifatida qabul qilsanglar, kimgadir o'g'il bo'ling, hozirgi aytganimdek. Agar bir ukanglar sifatida qabul qilsanglar, kim uchundir uka bo'ling. Endi aka bo'ladigan darajada yosh singillarimiz yo'q ekan.
inshaalloh bir qarindoshinglardek, bir qadrdoninglardek, bir oila a'zolaringlardek qabul qilsanglar, doim bo'lmasa ham yilda bir marta shu O'zbekistonga kelayotgan paytimizda xonadoninglarga yo'qlab kirsam, kirishga ruxsat berib, sizlarni yuzinglarni, bolajonlarni yuzini ko'rishga imkon bo'ladigan bo'lsa, baxtinglarni ichida baxtlisi men bo'laman. İnşallah Xudo xolasa hammanglar meni onam deysizlar. Yig'lab turgan onani begonasi bo'lmaydi. Meni onam deysizlar. Sog'ingan bolalaringlarni Alloh bugun tushinglarda ko'rsatsin. Tushlaringlarga kirib onajonim desa, yuzinglarga yuzlarini qo'yib, sog'inib qolgan ovozlarni eshitishlikni Alloh bugun nasib qilsin. Ana shu bolalaringlarni o'rnida bugun ozgina, bugun mendan emas, ana shu bolalaringlarning nomidan ozgina hadiyam bor. Bolalaringlar nomidan qabul qilasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, boringlarga shukr. Bolam kelsang qaymahal, ko'zim yo'lingga maqtal, qoshimga kelib har gal, ona men keldim degin. Kechiksang tundan so'ra, holingni kundan so'ra, turarman yo'ling poylab, ona men keldim degin. Gado qildi bu hijron, yo'limni to'sar davon, yengmasin desang armon, ona men keldim degin. Ko'rmagin hech yomon kun, baxtingni ko'ray butun, yuragimga bo'l ustun, ona men keldim degin. Bolam kelsang qaymahal, ko'zim yo'lingga maqtal, qoshimga kelib har gal, ona men keldim degin. Yaqinlashib qoldi kuz, ko'ksimda bir hovuch tuz, mador bo'lar bitta so'z, ona men keldim degin. Umr o'tkinchi shamol, bir kun qaddim bo'lar dol, shunda ham kelmay malol, ona men keldim degin. Bolam kelsang qaymahal, ko'zim yo'lingga maqtal, qoshimga kelib har gal, ona men keldim degin. Qismat aylasa juda, boshimda aylab duo, ona men keldim degin. Kelsa aytar kun vido, qismat aylasa juda, boshimda aylab duo, ona men keldim degin. Bolam kelsang qaymahal, ko'zim yo'lingga maqtal. Bu sizlarni qilayotgan mehnatlaringlarga arzimaydigan, bir lahzalarga arzimaydi bu narsa.
Sizlar bundan ko'paga azizlar aytganimda endi oz bo'lsa ham ko'p to'nida qabul qilasizlar inshaalloh robbil alamin. Sizlar hozir jannatning rayhonlarini yetishtiryapsizlar. Ular inshaalloh meva beradi. Mevasini bugundan inshaalloh ko'rasizlar. Ya'ni bolajonlarni odam farzand tarbiya qilishdan maqsad orqamdan yaxshi zurriyot qilsin, duo qilsin. Hamma erkaga mana shu joyda erkakman deb yurgan yigitlarning 70% ya, qo'g'ma 70% deyman. O'zini onasiga kelib, onajon sizni yaxshi ko'raman deb gapira olmaydi. Gapirmaydi. Yaxshi ko'rgan qiziga aytadi, seni yaxshi ko'raman deydi boshqa, lekin onasiga kelganda qizg'onadi. Lekin mana shu onajon sizni yaxshi ko'raman, buvijonim boringizga shukr deb turib sizlarga o'zidan oshini bolajonlaringlar bugun sovg'a olib kelgan. Bu mana shu yetishtirayotgan jannat gullaringlarda bugungi birinchi ochilgan hadiyasi mevasi bo'ladi inshaalloh. O'tirganlar qarsaya choptiringlar, bolajonlarni ichkari olib kelinglar hojilarimiz. Olib kelinglar bolajonlarim. Hammasi o'sha guvalarni oldiga. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Jahonda borlig'im, tanda jonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Suyanchim, panohim, soyabonimsiz. Siz mening yolg'izim, onajonimsiz. Otamdan yodgorim, mehribonimsiz. Yoshgina umrini boy bergan ayol, meni azoblarda rizq tergan ayol. Yoshgina umrini boy bergan ayol, meni azoblarda rizq tergan ayol. Bizlarni kam qilmay o'stirgan ayol. Mevani yeyishlik juda shirin, alhamdulillah. Bu bolalarning qo'lida bergan sovg'asi sizlarga birinchisi buvalaringlarga nima sovg'a beraylik desak, Qur'on kitob beringlar dedi. Nimaga Qur'on so'rayapsizlar buvalaringlarga desak, Qur'onga o'xshab o'lmas bo'lsin. Qur'onga o'xshab aziz bo'lsin. Qur'onga o'xshab o'lmas bo'lsin. Qur'onga o'xshab aziz bo'lsin. Qur'ondek har bir satri, har bir qadami hikmatli bo'lsin deb berdi. Inshaalloh Alloh sizlarga Qur'ondek umr bersin, Qur'ondek azizlik bersin. Mana shu joyda endi bolalarimizni haqqiga, biz emas. Bolalar mana shu joyda yana 50 dan ziyod go'daklarimiz qanaqa xursand bo'lar sizlarga sovg'a berganiga. Bir yosh katta hojilarimiz bolajonlarning haqqiga duo qilsa, keyin yana o'tirib dasturimizni davom ettiramiz inshaalloh. Qaysi biringlar duo qilib berasizlar? Qaysi biringlar? Qo'llarimizni muborak duoga ochgan holda ilohi amin. Ko'pchilikga ishlarni Alloh xayrli barakotli qilsin. Kunlarimizga Alloh xayrli qilsin. Bu ishlarni boshlagan o'g'illarimiz Alloh tanjalari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ilohim bu qilingan ehsonlarni Alloh o'rnlarini chiroyli holatlarda to'ldirib qo'ysin. Bu kitobni beribsiz, hammamiz ilmli bo'laylik. Bularni chiroyli holatlarda o'qib, xatolarini o'zi Alloh to'g'rilasin. Xatolarimizni o'qiydigan bo'lib, bolalarimizga o'rgataylik. Bolalarimiz ham ilmli bo'lsin. Ulardan yig'ilib o'qilgan savoblaridan barchalarimiz tomonimizdan o'tganlarimizga, boshlariga sayyohlar oldilariga dasturxon bo'lib, Qur'on nurlarini yotgan yillarini munavvar qilsin ilohim.
saxovatchilarga ham, Bahodirjon hoji o'g'limizga ham Alloh rozi bo'lsin, tanchallaringiz sog' bo'lsin, ilohim kuch-quvvat bersin, umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Sizga yordam bergan bu bolajonlarimizga ham, yerda xizmat qilayotganlarga ham hammalariga rahmat, hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim yana ko'p mana shunaqa chiroyli tadbirlarni o'tkazishlikda sizlarga Alloh kuch-quvvat bersin. Farzand sizlarga Alloh farzand bersin. Dardlarga Alloh shifo bersin. Qarzdorlarga najot bersin. Mazlumlarga Alloh ozodlik nasib qilsin. Hammani o'zini to'g'ri yo'lidan Alloh adashtirmasin. Hammalarimizga Alloh salomatchilikni nasib qilsin. Salomat o'ynab kulib yuraveraylik. Yaxshi kunlarda birga bo'laylik. Allohu akbar. Rahmat. Endi bolajonlarni hammasini joyiga o'tkazib yuboramiz. Hojonalar ham bemalol sizlar ham joylaringizga o'tirishinglar mumkin.